Qorin och qoldi. Xatga boramiz. Zo'r restoran ko'rib qo'ygan, o'shanga boramiz. Qandaysan? Zo'rmisan? Ishlaring yaxshimi? Bo'ladi. Yaxshi. O'sha kunga aytgan bolang qani? Ertalab ko'rganda bo'lib, mana. Shuni ham yurgizolmadingmi, latta? Karochi soqqali ish bor. Qanaqa ish? Karochi mana shu bolani ilintirish kerakdi, bironta jumari ham bo'lsa. Bor. Shamir gaplashib ko'r, soqqasini beraman, rozi qilaman. Xo'p, gaplashib ko'r. Qayerdasan? Senga ish bor. Salom, qanaysan? Yaxshimisan? Yaxshimisan, o'rtoq? Bo'ladi, yaxshi. Nima bo'ldi? Kayfiyating yo'q. Onam kasal bo'lib qoldi. Pul kerak bo'ladi. Qarshi, senga soqqali ish bor. Qanaqa ish? Rustam degan kursdoshim bor. Ha? O'zi aqlli, yaxshi bola. Faqat o'rash kerak. Mayli, onam kasal bo'lganlar uchun majburman. O'raysan, soqqasini ishlaysan. Bo'ldi.